85 yoshli o'sha mashhur yapon otaxon bilan bugun ham juda ham kerakli mavzuda suhbatlashdik. Yana har doimgidek sizlarga tarjima qilib ulashaman. Sato-san, assalomu alaykum. Hozir Eron va AQShda bo'layotgan urushlar haqida nima deysiz? O'zi umuman hozirgi dunyoda bo'layotgan urushlar haqida nima deysiz? Nomardlarning urushi deyman. Urushni o'z tanasida his qilib ko'rmagan ahmoqlarning boshlagan o'yini. Men Ikkinchi jahon urushi boshlanganda tug'ilganman. Aniq eslayman. 15 yoshimgacha to'yib ovqat yemaganman. Hattoki guruch ham bo'lmas edi. Otam bechora tog'larga chiqib ketib, sabzavotlar, bir narsalar topib kelardi. Ozgina yegulikni 5 kishi 2-3 haftaga bo'lib yerdik. Hayot tasavvur qilib bo'lmas darajada qiyin edi. Erkaklar urushga ketgan, ayollar, bolalar azobda edi. Unday kunlarni hech qachon qaytmasligini xohlayman. O'sha paytdagi urushlar ham ahmoq davlat rahbarlarining xatolari evaziga bo'lgan edi. Hozir ham shunday. Hozirgi urushlarni nomardlarning urushi deganim uzoq tarixda urushlar bo'lsa, davlat rahbarlari old qatorda urushga borishgan. Oila a'zolari ham old qatorda borishgan. Talofat yetsa, birinchi o'shalardan boshlangan. Davlat rahbarlari o'z jonlarini tikishgan. Shuning uchun ham aql bilan o'ylab ish qilishgan. Hozirchi davlat rahbarlari yashirinib olib askarlarni, bombalarni yuboradi. O'zi qatnashmaydi. Shuning uchun ham unchalik qo'rqmaydi-da. Ahmoqgarchilik qilishaveradi. Hozir ham o'sha urush boshlayotgan, bostirib borayotgan davlat rahbarlariga o'zing birinchi qatorda bo'lasan. O'g'illaring ham birinchi qatorda bo'ladi. Bo'lmasa biz ham urushga bormaymiz deb askarlar aytishsa, u qo'rqoqlar hech qachon urush boshlamaydi. Tarixda yaponlar ham juda ko'p xunrezliklar qilishgan, xatolar qilishgan edi. O'sha paytdagi rahbarlarning xatolari evaziga qancha begunoh bolalar, ayollar, odamlar azoblanishdi. Lekin o'shanda ham oddiy yapon xalqi urushga qarshi bo'lgan. O'zi oddiy xalq hech qachon urushni xohlamaydi. Hiroshima va Nagasakiga tashlangan bomba. Dahshat edi. Askarlar bilan urushyapsanmi? Askarlarga hujum qil. Nega begunohlarning ustiga bomba tashlaysan? Yaramaslar tegim keladi. Bular o'sha paytdan boshlab armiya bir chetda qolib begunohlarning ustiga bomba tashlaydigan nomard usullarni o'rganib olishgan edi. Afsuski, hozirgacha o'sha nomard usullardan foydalanib kelishyapti. Hiroshima va Nagasakiga tashlangan u bombalarni, u xunrezlikni yoshlar bilmasligi mumkin, biz unutmaymiz. Haqiqiy yaponlar unutishmaydi, tarix unutmaydi. Hozir ham begunoh odamlarni bombalayotganlar homtama bo'lishmasin. Bularning javobi albatta bo'ladi. Urushning eng yomon tomoni esa urush boshlagan kattalar omon qolib, barcha jabrni oddiy xalq ko'radi. Afsus, ming afsus.